Assalomu alaykum quyosh qozlari. Gigant Flandr bolasini so'raganlar direktda tiqilib ketibdi. Ko'z yugurtirib chiqdim. Hamma shu Gigant Flandr so'rayapti. Bemalol kelaverasizlar. Gigant Flandrlar kerak bo'lsa, mana shu fermaga kelaverasiz. Mana Flandriya T571 klema. Ostida chiqadigan zavodchik. Mana shu yerda Germaniyadan ana kuni ham 3 ta samkamiz keldi. Oldingi safar 2 ta erkak keluvdi. Mana shu tozasini boqaman desanglar, biz masjidamiz. Sizlarni shu yerda kutib olamiz. Gigantlardan qilib beramiz. Mana shu rasmga oladigan joy bizaniki. E'tibetda ko'rib qolsanglar, mana shu Flandriyaniki. Mana oziq-ovqat mahsulotlari sveji keladi har 3 kunda. Sabzi, pavzi. Mana shu Royal Fet ko'rimini yeydi bu ham. Mana oxir kelgan 3 ta samkamiz. Hali urg'u bermadik, sababi ko'z tegmasin deymiz. Anja ko'rsatib olsak tomoshaga bir xil payt sirab mazasi qochib qoladi ko'z teg. Shuning uchun unaqa uzoqdan ko'rsatib qo'yamiz. Bunaqa katta quyonlarimiz bor, bu ota quyon. Mana sifatli привозной bu ham. Sifatlarini kerak bo'lsa mana shu kelaverasizlar. Fermaga. O'zi 3 ta deb bo'ladi. Bollari $150 dan $200 gacha bo'lyapti. Qaysi qonli qarab, nemissi bollari $200 dan. Rossiya, Ukraina, Belorusiyadan kelganlar $150. Mana unaqa qulog'ida kelimonlar bor. Sifat hammasi.